alloh azza va jalla bu oyatda ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila robbika kadhan famulaqi. Ey inson, bu hamma kishiga xitob qilyapti alloh azza va jalla. Kofir bo'lsin, musulmon bo'lsin, hammaga xitob. Sen charchaysan dunyoda. Harakat qilasan. Lekin nima qilsang ham oxirida baribir Allohga uchraysan deydi Alloh taolo. Alloh azza va jall bu insonlarga aytib, sen dunyoda nima qilsang ham baribir oxiratda qilgan amalingga yarasha Allohga uchraysan dedi. Agar dunyoda inson yaxshi amal qilsa, yaxshilikni ko'radi. Yomon amal qilsa, qilgan yomon amalining mukofotini ko'radi. Ey inson, sen baribir Allohga uchraysan. Amalingga yarasha mukofotlantirilsan. Qiyomat kuni hisob kitob berilganda, kitobing o'ng tomonida berilsa, sen bilki jannatliksan. Hisobing juda oson bo'ladi. Va yanqalibu ila ahlihi masrura. Va oilasiga, ahliga xursand bo'lib qaytadi. Shunaqa bir inson imtihonga kirib, imtihondan yutishi bilan qanaqa xursandchilik yuz bilan, qanaqa xursandchilik so'zlar bilan ota-onasiga ta'bir qilib, vasf qilib beradigan bo'lsa, oxiratning hisobi ham hisob kitobda o'tgan inson shunday xursandchilik bilan ahli oilasiga qaytib borar ekan.